urolog vrachni topib keldik, yaxshi qabul qilishdi. Kollektiv zo'r, toza, ozoda, muomalalari zo'r. Har tomonlama bizga yaxshi xizmat ko'rsatishdi. Mana operatsiyadan keyin chiqib, hech qanaqangi mana urologik tomonidan постоянно nimasi oqib turardi, siydigi oqib turardi. Endi men to'g'risini aytaveraman. Bu kasallik bilan 11 yildan beri kurashib, mana shu yergacha 6 marta operatsiya bo'ldi. Mana shu bo'lgani 6-chisi. 5 marta operatsiya bo'lgan, foydasi bo'lmadi. Endi mana shu yerga kelib, Meridian klinikasida G'ayrajon o'g'limizni sehrli barmoqlari orqali mana shifo topib nima qildik. Haliga juda ham xursandmiz, minnatdormiz. Endi yana nima desam ekan, juda ham minnatdormiz. Ilohim umrlari uzun bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin, martabalari bundan-da baland bo'lsin. Men tilagim borki, qolgan bemorlar ham qo'rqib, uyatib yurmasdan, hozir mana shu yoshda ayniqsa hali siydi tutolmasligi, erkaklarda, ayollarda shunaqa vaziyat bo'ladi. Uyalmasdan bemorlar mana shu Meridian klinikasiga kelib G'ayrajonga uchrashlarini so'rardim. Nimaga deganda, katta odamlar aytilmaydi, uyaladi, farzandlari ham ko'rsin, eshitsin, buni davosi borligini bilsin. Endi da yana bir narsani aytish kerakki, bu Ibn Sinoni izdoshlaridan biri G'ayrajon ekan. Men Ishchanovni yaxshi ko'rardim, doim kuzatib turardim. Ishchanovni yoniga G'ayrajonni ham qo'shib qo'ydim. Nimaga desalaring, bunda qangi nima deydi? Talantida Alloh yuqtiradi. Masalan, o'qituvchilikda, shoiralikda, bu nima doktorlikda tanish bilish orqali yo bir boshqa narsa bilan yuragida ichiga kirgizib bo'lmaydi. Nima bunga Alloh yuqtirgan bo'lish kerak. O'shaning uchun bu G'ayrajonga o'g'limizga katta rahmat, ilohim martabalari bundan-da baland bo'lsin. O'sha Ibn Sinoni izdoshlariga qo'shilsin. Allohim umrlarini ziyoda qilib, mana kollektivlariga, kelgusi ishlariga katta muvaffaqiyatlar tilaymiz. So'x ahli nomidan, Farg'ona shahar ahli nomidan men katta rahmat aytaman. Mana shu yerda Ozodbek o'g'limiz bor, Ozodbekga ham rahmat. O'g'lini o'rnida juda o'g'il bo'lib, harakat qilib, o'g'il bo'ldi, to o'tganimcha esdan chiqarmaydi. Mana Zuhroxonim aytayapti, mana endi Ozodbek bilan G'ayrajon ikkita o'g'lim bor deb shunaqa deyapti. Bitta opam bor, Xayriya yonimda. Xudo xolasa nima umrini oxirigacha mana 5 mahal namozda Xudo xolasa duoda bo'ladi. O'shaning uchun men katta rahmat aytaman. Bundan keyin ham bemorlar